Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ishimiz Amir Temur 55-xonadonimizdagi qilinadigan ishlarimizni. Bu xonadonimizda qilinadigan ishlarimiz qat yo'limizning mo'rlari churib ketgan ekan. Mo'rlarni hozir toza turbalardan qo'yib, samor etib beramiz. Mo'rlarni ajoyib etib taxlab beramiz, xudo xolasa. Kranklarni ham qo'yamiz. Sudokadonlar yo'q ekan. Keyingi xonamizda panelli batareya qo'yib beramiz. Uch xonamizda panelli batareya qo'yib beramiz. Bu registr qizdirmay turgan ekan. Kesib tashlaymizdan 2 yerini obratga podachasini variant chetdan tushiramiz. 1.40 dan 2 dana panelli batareya qo'yib beramiz, xudo xolasa. Panelli batareyalarimizni kranklari bilan ajoyib etib, yechib olinadi etib taxlab beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Xorazm bo'ylab ishlab turibmiz, xudo xolasa. Bizda shunday ishlar, xudo xolasa. Gelishib ishlab beraveramiz ishlarni. Tochkasi 400 ming so'm. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Xudo xolasa bitganini ham xudo xolasa tez orada chiqaraman. Uje hozir soat 9:00 bo'ldi. Xudo xolasa 2:00 ishlarni bo'lib videosini chiqaraman, xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hozircha sog' olasizlar.